Shu konditsionerga sifati, narxi, sotuvi bo'yicha bas keladigani bo'lmadi. Yozda muzdek, qishda issiq bera oladi. Motor fillari mo'shni 35 kg og'irlikda bo'ladi. Xuddi shu konditsioneri o'rtacha 5 million 800 mingdan 6 million 300 minggacha ham sotishyapti. Taxmin qilib turinglar, men bu narxni nech pulgacha tushira olaman? Dizayn akkuratniy, klassik oq rangda, ustalari полностью motiviy qilingan, qo'l izlari qolmaydi. Bozorga konditsioner olishga keldingiz, sotuvchi sizga konditsioner rosa maqtadi, lekin bilmayapsiz, yaxshimi yomonmi? Qanaqa qilib tekshirib olsangiz bo'ladi, ko'rsatib o'taman. Shunaqa simini ochasiz, trubkasi yarmigacha mis, yarmi alyumin bo'lsa, tufta bo'ladi. Agar oxirigacha ochsangiz, oxirigacha mis bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Motori 100% inverter, past tokliga chidamli, 135 voltdan 265 voltgacha tok напряжение o'ynasa bemalol chidab beradi. AUX brendining G-Smart lineykasi, bu lineykada korpuslari yana ham qalinroq, filtrlari yana ham mo'shniyroq bo'ladi. Freoni R32 odam tanasiga eng zarari kam bo'lgan freon, ichlari golden fin qilingan, anti-korroziyaga moslashtirilgan. Modelini ko'rsataman, narx-navosini istalgan joy bilan solishtiring. Arzon topa olmasangiz, shu videoni hamma yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Komplektidan shunaqa ko'rinishda pulti, kabeli, drenajni ishlangan instruksiyasi, motorining ichida mis trubkalargacha chiqadi. Boshqa joylarda xuddi shu konditsionerlar 5 million 800 mingdan 6 million 300 minggacha sotilayotgan bir paytda men sizlarga bu narxini bor yo'g'i $289 qilib beraman. Xuddi shunaqa chegirmaga tushgan bundan katta modellarini spiskasini ekraningizga chiqarib qo'yaman.